Mana shu videoni prosmotr zo'r bo'lib ketadi, qarab turinglar. Albatta, sandaqangi dalbi blogerlar bor, taqib qilyapsan, shunaqa narsalar ko'tariladi. La'natlar bilan. Madaniyat vaziri qilib otarchini saylangandan keyin mana bunaqa ahvol bo'ladi. Na artistlariga, na aktrisalarga qarab bo'ladi, na mana bunaqa qo'yib turgan narsalarga qarab bo'ladi. 18+ bo'lmasa, televideniyega chiqmaydi hech kim. Ha shu. Chunki bilad otarchida yobini bilad madaniyat vaziri bizda. Bizni musulxona televideniyamizga ro'mol o'rab yoki soqol bilan chiqsa bo'lmaydi, lekin tursuyda chiqib kelsa bo'laveradi. Ana madaniyat vaziri qaytdi ekan, hangirab qaytadir to'yda ashlayib yuribdi menimcha. Bir rovga chiqib jalab. Madaniyatni qara, O'zbekistonda madaniyatni qara. Kino bilad musulxona ustiga sevorish kerak kino oladiganlarni. Mana u ham bilad ovlatxona, haromxona bu X faktorimi, bir bola faktori, qo'ttag'i faktorlari bilad. Shunaqa dalbayobsizlarki, bilmayman, yoshlarga nimani o'rgatyapsizlar bu televizorga olib chiqib olib. Madaniyat vaziri bilad, yo'q Binavarot Ozodbek Nazarbekov. Kim u bilad? Bitta otarchi u. Bitta otarchini olib madaniyat vaziri qilib qo'yish, bu bilmayman qanaqangi bilad zo'r narsaki, mana bilad televideniya 18+ bo'lib, onasini amiga kirayotibdi. O'zbekistonda uyda o'tirib jallay bilan tomosha qilgan, Turkiyada qaysidir gandonni qizi chiqib keladi, haromini balasi bilad. Televideniyangga siz keladi. Yana so'rab qo'yasizlar, nimaga yer qimirlayapti, nimaga havo buzilyapti. Mana bu haromlar ko'pligidan zinoga botgan. Hali bu boshlanishi menimcha. Bundan ham battar bo'lib ketmasa bo'ldi onasining misol haromlar orqasidan.